Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Qashqar Uyg'ur nashriyoti 2003 yili 11 oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Qonliq Idir. Avtori Muhammad Osman. 22-bob. Qon izdiguvchilar. Qashqar va Yingsarning koni shahri Atush dehqonlar qo'zg'olonchilarining ilkiga o'tib ketganlik xabari Yakandagi Manju diviziyasining amaldori xabar ambalga yetgandan keyin shu an maxsus kishi orqali ma'lumot yo'llab xonga ma'lum qilgan edi. Venzong xon Yakandan borgan ma'lumotdan xabar topgandan keyin ming bir mushaqqatda erishgan og'zidagi bir parcha lo'q go'sht qo'ldan ketayotgandek andikdi. Andin yorliq tushirib Urumchi, Qorashahar, Tarbog'toy va Lanju, Ganju, Suju, Ili qatorliq shaharlardan Atush dehqonlar qo'zg'olonini bostirishga zo'r qo'shin tashkillab avatishni buyurdi. Yorliqda yana qobiliyatlik urush qo'mondonlaridan xabar ambal Janjun, Tidu, Zungdular urushga qo'mondonlik qilib berib, qo'zg'olonchilarni yiltizdan quritib etish topshirilgan edi. Yorliq kelgan kundan boshlab lashkariy qismlar jangga tayyorlandi. Joylardagi yerlik hukumatlar xarajat uchun xalqdan tuman sarlab kumush yig'ib topshirdi. Bu pullar shiriklarga yurish qilishdan burun tarqitib berildi. Pulning ko'pligidan kumushlar mis o'rinda bo'lib qolgan edi. Shunda qilib bosh qo'mondan Zongdu, Tidu, Jangjunlarning boshchiligida Tayfu, Zambirak, Jifu, Miltiq, O'qya va Shamshar, Xanjar, siparlar bilan qurollangan zo'r qo'shin otliq, piyoda bo'lib Janubiy Shinjonga qarab yo'lga chiqdi. Zapas qurol-yarog', oziq-tulik yuklab qo'shinning kaynidan mangan to'ga harbiylarmu necha mingga yetadi. Tug' alamlarmu shunchalik ko'p ediki, har bir alam ming odamni ko'rsatdi. Alamlar bo'yicha orliq qoldirib, orqadan kelayotgan cheriklarning oxiri qayerda ekanligini ko'rish mumkin emas edi. Aniqki, Ching sulolasi namratlikning dastidan bir tal don do'zaxga tushib ketsa, jondan kechib orqasidan sakragudek darajada turayotqachqa, Janubiy Shinjondek ochliq makonini qo'ldan berib qo'yishga hargiz qiymaydi. Shunga Gansu, Shinjondagi qismlarining hammasi ishga silingan edi. Elidan qo'zg'algan lashkarlar Muzdavan bilan mingib Oqsuga hammadan burun yetib keldi. Bu chaqda Oqsuga hujum qilish uchun Oyko'lning Xonko'rik degan yeriga yetib kelgan Valixon to'ra tingchilardan Eli qo'shinlarining Oqsuga kelganlik xabarini anglab, kecha-kunduz yo'l yurib Qashqarga qaror topdi. Andin arammu olmay shahardagi atoqli boylar, tijoratchilar, hunarvanlar va oldiga uchirganlar xalqning uylarini oqtirib, bo'langchilik qilishni boshlavatdi. Qarshilik ko'rsatganlarni qo'l ostidagi necha ming lashkarni ishqa silib o'ltirdi. Yuzini yapmagan, beshiga salla o'rab, kunda 5 vaqt masjidga berib namoz o'qimaganlarmu tuzumga xiloflik qilg'uvchilar deb qaralanib tirik qolmadi. Gunohkorlarning kallasini o'z qo'li bilan chepish Valixon to'ra eng yaxshi ko'radigan ishlardan edi. Uning yinida biror o'rinsiz so'z harakat qilib qo'ygan, hatto og'izni ichib asnab salgan odammu chepib o'ldiriladi. Kesilgan boshlar munardek dovlatilgan edi. Qizil daryosining bo'yida Xanzular va yerlik musulmonlarning boshlaridan qo'pirilgan bir munar xili neridan ko'rinadi. Valixon to'ra bugun kecha Qashqar shahrida yana bir qitim qirg'inchilik, bo'langchilik ilib berib, to'plagan mol dunyolarni ot uloqqa ortib, bir turkum agash kuchi qo'shinlari bilan Qo'qanga yo'lga silvatdi. O'zi bir turkum otliq qo'shinlari bilan fursat kutib Qashqarda qoldi. Yakan shahrida bo'lsa, xabar ambal yordamchi qo'shinning Oqsuga yetib kelganligini bilmasimi, To'xti boshchiligidagi qo'zg'olonchilarning Yakanni tashlab ketganligidan bir oz ko'ngli tindi. Shundaqdimi, qorovullikni bo'shashtirmadi. U yerlik xon Afirdun qatorliqlar bilan bir-birlarini tabraklashib,
may sharablar ichishatdi. Bir kuni tong etib xili vaqt o'tgan bo'lsa-mu, Afardun Van oqshomki kayfchilik ta'siridan texi o'rindan turmagan edi. Mirzabek eshikni chakdi. Kim? Afardun Van uyqusini buzg'uchining qop yurakligidan norozi bo'lib chalvaqidi. "Men Mirzabek oliylari." "Ha, nemish? Hasan Turkning kallasi yo'qolib ketibdi. Nima deding? Esliqliq bosh olmishib qopti." Afardun tezdan kiyinib hujrasidan qabulxonaga chiqdi. "Hamda so'zla. Hasan Turkning kallasining o'rnida uning beshini kesgan 100 beshining kallasi esliqliq turadi. Qani? Esliqliq joyida qoldi. Kalva." Afardun Van chalvaqidi. "Xato ko'ribsan. Sepil ustida shuncha qarovul, odamlar turib, uning beshini ketidi." Afardun shundoq desimi yuragi pok-pok edi. Shunga o'z ko'zi bilan ko'rib beqish uchun sepil ustiga qarab mandi. Ko'rdiki, haqiqatan boshqa bir odamning kallasi esliqliq turadi. Kalla xon jamiyati Zohid xo'jamning o'g'li Ahmad Yuzbeshining bo'lib, Hasan Turkni otqanmi, jasadlarini parchalab, kallasini kesib xodiga osqanmi shu edi. Uning put-qo'llari kesilib, gavdalari parchalanib, Hasan Turk qandoq fojiaga uchragan bo'lsa, umu shundoq qilingan edi. Yenida jasadni qachlab kelgan bir tag'ar turadi. Bu boshqa joyda o'ltirilib, sepil ustiga ilib chiqilganligini isbotlaydi. Afardun vaqani shahar xalqidan ko'rib, shu an xabar ambalga ma'lum qildi. Xabar ambal yetib kelishi bilan Afardun Van ko'zlariga yosh ilib xo'jayiniga hollandi. "Ko'rsizlar, janoblari, shahar ichidami o'g'irlar bor ekan. Darhol birini qo'ymay tozalash kerak. Hozirdan boshlab o'y-o'yni oqtirishni buyurayman. Buningga o'zlari nima deylikin?" "Shundoq bo'lsin. Bu ishni yerli qismlaringiz bejirsin," dedi xabar ambal. Ondan orqaga yenibroq burilib qo'shib qo'ydi. "Bu odamning parchalarini mo ishtimga aparg'izib bering." Xabar ambal Afardunning javobini kutmayla qaytib ketdi. Uning mundoq deyishda ma'lum maqsad bor edi. Garchi Hasan Turk ashaddiy dushmani bo'lsa-mu, boshqa millat ichidan chiqqan bu palvonning jangdagi karomatini ko'rib ko'zlariga ishonmagan chog'lar esida edi. Uning shamshar urushlari, nayza bilan chiriklarning badanini o'tma to'shuk qilib, ondan ilib tashlashlari, lashkarlarning holi dahshatlik bo'ronning shiddatidan yerga chaplashgan o'simlikdek bo'lib, uningga yaqin kelmay, yuragi qapidan chiqib, jondan ayrilishlarini ko'rib, qissalardagi Jangfi, Li kuylarga silishtiradi. Ammo ularning obrazimi buningga yetmaydi. Xabar ambal o'zini boshqalarni ko'zga ilmaydigan dilovarlardan sanaydi. Osonlikcha qoyil bo'lmaydi. Darvaqa, baturligi bilan tonilib, diviziyaning xabar amballik darajasiga ko'tarilgan edi. Hasan Turk hujum qilib kelayotganda terik tutib, o'ziga qoyil qilishni, cho'ng mansab berib foydalanishni o'ylayotganda Afardun ottirvatdi. Shu chaqda dunyoga kamdan kam keladigan bir palvonning o'z ichidan chiqqan keraksiz, tamaxur g'olchining qo'lida o'lib ketganiga afsuslangan edi. Shunga Afardunning ko'z yoshlaridan fojiaga yo'liqquchining uning yaqinlaridan ekanligini fahmlab mazoq qilishi edi. Afardunning bo'lsa xabar ambalning deganlarini bajo keltirmay haddi emas edi. Chunki mansabni shular bergan, xolisa beridi, xolisa qaytarib oladi-da. U faqat qo'l ko'ydirmaslik uchun foydalanayotgan ko'say edi xolos. Yerlik amaldorlar ularning soyasida gidiyib, kishilarni ko'zga ilmay ko'ranglab yurgan bilan xo'ja akalarni ko'rganda quyruq ostini yog'lab qo'ygan eshakdek angrayolmay uni ichiga tushib ketadi. Shu sababdan yaxshichoq bo'lish uchun xalqni bo'zaq qilishda ularning tushigimi kirmaydigan tadbirlarni ko'rsatib, xushomat yo'lida huquq qudratini o'z xalqiga ko'rsatdi. Afardun xabar ambalning topshirig'i bilan parchalangan jasadni noiloj tag'arga silib, yangi shaharga chiqardi. Bu kishiga sansang o'ziga,
Qashqa sansan ko'zga deganning o'zi edi. Ammo buning dard alimi yurak qetida lavildab xizmatkorlar tog'arni zambilga silib ilib manganda ko'z oldida turgan odamni farq etolmayotgandek tovlab saldi. Bosh Mirzibek, xo'sh, farmon, cho'ng kichik baglar chiriklarga moslashib, butun o'ylarni oqtirib, qon izlarini topsin. Hasan Turkning beshi turibla uni ichiga tushib ketgan Afirdon asli o'z joyiga esilsin demoqchi edi. Birdilla uning o'rniga o'zining beshi esilib qoladigandek dahshatli xiyollar ko'ngliga kelib, "Bo'ldi, oqtirish boshlansin" deb sepildan tushib ketishga tamshilayotdi. Mirzibek so'radi: "Baglarning o'ylaridan-chu? O'rda ichi, qasrlardagi o'rda amaldorlarining o'ylaridan boshqalari tugal oqtirilsin." Birdamdan keyin butun shaharda oqtirish boshlandi. Qiyo-chiyolar, qarg'ish-tillashlar hamma yerni qoplab, xalqning yotgan ko'rpa, kigiz besotlari ko'chaga tashlandi. Chiriklar ayol demasdan hamma odamning kiyim-kechaklarini qayirib, qon yo'qini izlamoqda edi. O'zini qochirganlar tan jazosiga uchraydi. Ular shu taqlidda bir kun oqtirib, hech qanday dalil isbot topolmadi. Shundaqdimi, shahar ichida dushman bor degan gumon bilan ko'chalarda kuzatchilarni ko'paytdi. Lekin har qancha oqtirsimi hech nimaga erisholmaydi. Intiqom olg'uvchilar allaqachon shahardan chiqib ketgan edi. Afirdun Vang ahvolni xabar ombalga ma'lum qilganda qilchilik hayronligi qo'zg'almadi. Faqat Hasan Turk o'lgan bilan qo'zg'alonchilarning shuncha ko'p qarovul odamlarga to'ydirmay esiqliq boshni almashtirib ilib ketganligi xabar ombalga Hasan Turkdinmi eshib tushgidek Baturdan yana borligini his qildirgan edi. "Amdi bo'ldi qilinglar", dedi xabar ombal Afirdun Vang'a. "Shuncha ko'p qarovulni ko'zga ilmay boshni ilib ketgan odam sizlarga tutib beramdi? O'pkanglarni besib, o'zanglarning beshini yo'qitib qo'ymay obdan saqlanglar amdi. Teng-tinchilar shahardan chiqib, o'g'irlarning qo'zg'olonchi qo'shinni demoqchi harakatini egilasin. Natijasini menga ma'lum qilib turing. Gumonliq odam bayqalsa, ta'xirsiz tutib so'roq qilinsin. Boshqa ishlarni o'zingiz bir taraf qiling. Yana gap bormi?" Afirdun xabar ombalning ta'na so'zlaridan xijillik his qilsimi chondurmidi. Xo'jayinining topshiriqlarini qulluq bildirib qabul qilib, xo'shlashib chiqib ketdi. Ammo Afirdunning kallasini zodi bu ishni kim qildi degan savol zodila aram toptirmaydi. Afirdunla emas, balki butun shahar xalqi ashu savol ustida o'ylanmoqda edi. Ammo hech kim javob topolmayotdi. Bulung pushqoqlarda sepilning ko'lga suv kiradigan sunguchidan sirtqa chiqib ketgan ayollarning izlarini teng-tengchilar bayqab demish. Ulardan birsi sunguch bilan o'milab sepilning sirtiga chiqib turishiga qayoqdandir kelgan o'qiya o'qi peshonasiga tegib o'lib demish. Shuning bilan boshqalari chiqolmay turib qopdimish degandek mish-mish gaplar paydo bo'ldi. Ammo "Mana men ko'rdim" degan odam yo'q edi. Ba'zilar qon izlaguvchi chiriklar Alam Axunumning uyiga kirib, xotin qizlarining ko'nglak ishtonlarini qayirib yurgan ekan, Alam Axunum "U behayolar" deb ularga etilibdi. Vang begimning qarshilik bildirganlarni adablab qo'yinglar degan topshiriqi bo'yicha toza urib chiqib ketibdi. Alam Axunum Vang begimning huzuriga kirib, yuzi yipiqli xotin qizlarimning ko'nglak tamballarini qayirib qon izdaymiz deb haqoratladi debdikan. Vang xo'jamning yinidagi akabir ashraflar yo'tilarini shapaloqlab kulishib ketibdimish deyishib chaqchaqqa aylandirsa, yana ba'zilar tilga olg'ili bo'lmaydigan texmu tetiqsiz gaplarni to'qib qon izlaguvchilarni mazoq qilishadi. Bu gap so'zlar Afirdun Vangning qulqiga yetib edi. "Men qotilni izdanglar desam, qon izlash vaqasini kim paydo qildi?" deb chalvoqidi. Demak, Afirdun Vang oqtirishdanmi hech bir unum qozonolmadi.
22 bob tugidi.